Yunusobod tumani 2-kvartal kelganmiz. Juda ham yaxshi xonadonimizga chiqqan, joylashgan joyi zo'r. Shundoq Marvarid milliy taomlarni yo'lni buyoq joylashgan. Birinchi liniyadagi 9 qavatli domimizning 7-qavatida joylashgan. Bir xonali umumiy maydoni 45 kvadratdan iborat. Remontlar o'rtacha holatda zo'r xonadonimizga chiqqan. Narxini sirasiz aytib o'taman. Narxi $8500 qo'yilgan o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqangizni ko'rasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan bir xona qidirayotgan tanishlik videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosishga esingizdan chiqmasin va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizdan to'liq obzorini ko'rib chiqamiz, qani ketdi. Главный вход kiruvchi eshigimizda kattagina mana bunaqa prixoshkamiz bor, ko'rishingiz mumkin. Sirazi o'ng qo'limizda kuxnyamiz joylashgan bo'ladi mana. Kuxnyani spalniy qilib olsangiz ham bo'ladi bemalol. Mana chap qo'limizda sanuzilimiz, ya'ni mana bu yoqda hammomimiz bo'ladi. Sanuzil разделный. Bu yoqda mana hojatxonamiz va bu yoqda kladovkasi ham bo'ladi. Bu yoq tomonimizda mana kattagina zalxonamiz mana ko'rishingiz mumkin. Zalimiz ham anchagina katta va bu yoqda kattagina balkoni ham bor. Ko'rishingiz mumkin mana. Bu yoqda mana balkon. Balkoni ham anchagina katta. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqangizni ko'rasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan bir xona qidirayotgan tanishlik videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosishga esingizdan chiqmasin. Uy uchun, sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.